har doimgidek yaxshi narsalar yo'q. O'zi bu sal buni buyoqroq qilib qo'ysam nima bo'larkan? Kechqurun yotib olganda yaxshi ko'rinardi. Bunday qilib qo'ysam, u ana chotki bo'ldi. Xo'sh. Yo, salom do'stlar, man Solihoy, do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugun biz ishimizni har doimgidek shu tomorqamizdan boshlaymiz. Ketmondan olaylik, qani o'zi urug'larim qancha qotdi, donlar, nimadirlar. Ayyo, ozgina qotdi. Men buni o'zgartirmasam bo'lmaydi, joyini juda ham bir xalaq beryapti. Buni kerkam joyda turgan ekan, hozir keyin o'zgartiramiz. Sal tomorqamizni qarab qo'yaylik. Yaxshi o'sotdi hali. Xo'sh, men bunda chop turish kerak, ozgina qarab turish kerak. Agar yomon bo'lgan joylar bo'lsa, to'g'rilab qo'yamiz. Mametga ham sal yomon bo'lib qopti bu tomorqam. Xo'sh, qani hozir Mametdan ozgincha urug' olib chiqib ekib qo'yaylik shu yoqqa. Sabzi ekamiz, kartoshka ekamiz, mayli. Mana yetsa kerak 10 bitta kemas. Kartoshka borini ekaman deyman. Yoki men bitta o'zimga yangi aniq ko'rsam ekan. Cheligim bor bo'laman. Bitta qarab chiqaychi. Ayo, cheligim yo'q ekan, bo'pti hozir. Hozir boraman deb temir yig'ib kelib, shu temirga kiyman ashdan. Bitta o'zimga yangi poliz deylik, mayli, tomorqa emasdan. Poliz qo'sam, hozir temir bormi kim o'tdi? Qani? Temir yo'q, qo'yli. Ayo, men topdim. Kakras 3 ta. Bizga 3 ta kerak edi o'zi. 3 ta bu mana. Qani, ketdi. Bu yoqdan chiqib ketamiz. Kirgan joyimizdan. Xo'sh, mana shunday chiqib ketsak. Hop, mana bundan olamiz ko'mir. Chunki biz hozir pechka yoqayotganmiz, bizga juda ham kerak bo'ladi bu. Mashincha ozginchagina ko'mir yetadi. Qani ko'chaga chiqaylik, hop. Ana bo'ldi, bitdi. Muammo hal. Hozir buni tez savaramiz. Mana. Joyni o'zgartirib qo'ymadim. Xo'sh. Mana shundan sekin bundoq qazib qo'ysam, ma'lumotlar odammi yoki sal odam bosmaydigan joydan qazishim kerak edi. Mana. Mana bu yerda xalaq berdi. Bunda sal kichikroq qilsak ham bo'ladi. Ebat xato ketib qoldik. Mayli, oddiy yer. Mana oramiz o'tdi, boramiz. Hop, ana. Bo'ldi, zo'r. O'rtada bundoq qo'ysak, qurib qoldi shu yer, tezroq. Mana tayyor bo'lib qoldi, mana bo'ldi, tayyor bo'libdi. Menda kir. Voy, versak yo'q ekan. Anaqa yo'qmi? Ayo. Voy, jinorsi, versak yo'q bizda. Versak hatto endi. Bor daraxt shop kelaylik. O'z ko'yimga keladi shu versak kerakligi hozir. Mana ot qarayla chiroyli. Hali tez chopish kerak. Mana bizga sal ko'proq kerak, chunki atrofini yopib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Tomorqamizdan. Mana turashga yetadi. Ay bo'ldi, yetadi shu. Bu mana qo'y. Keyin sal ovqat qilib yo'q deydi, yemayotgancha. Ovqat qilib yeyishimizga kerak bo'ladi. Hozir boshda endi bundoq turash ishin, o'zi ishin deydigan narsalardan charchab ketdim. Demak, qo'yib turamiz endi. Bunda. O ana. Kibidoq. Aytmoqchi bo'larmikan? Olamiz. Kelib bitta qo'ysak, yana bitta kerak ekan. Va yomg'ir yog'ardan o'rtoqli. Hozir texnologiya qilamiz. O'zi ovozim yaxshi eshitilmay qoladi hozir. Mana bo'ldi. Endi bu boshdan bundoq qazib chiqsak, gol nima deydi, qazdimmi? Mana chotki, ajoyib. Xo'sh, endi urug'larni sekamashdik, bundoq eksak. 3 4 5 bundoq qilamiz. Yo'q, bundoq ekib boramiz. Mana 2 dan ortiq qoldi. Mayli. Xo'sh, endi cho'ta shu taraflardan nimadir yomon g'alati hid chiqaryapti, to'g'risi. Aniq qanaqa eserdi?
hozir bunda eslolmayapman-da. Xo'sh. Fancy nimalar deyiladi shu narsa. Salam etingizlar. Mayli, keyinchalik anaqa qilamiz, lekin yomon nimadir shu tasavvur qildik. Mayli, hozir boshqa ishlarni qilib turaylik. Buni savaramiz. Hozir mana uni olib tashlamoqchi edim aytgancha bu yerdan. Sandiq. Bu bo'sh ekan. Kimniki bo'lishi mumkin? Bu oldingi uy egasiniki bo'lsa kerak. Qaymani olib tashlaylik. Xo'sh, bir marta oyog'im jin ursa. Nima yorib olaymi? O marta qilib o'rgan, shuni sekin bosib yuboraylik. Qanaqa joy bu? Nima bu? Xommi? Uloq. Nima bu? Oy, sekin o'tib Narvon. Ham qolna uloq. Ovozim uloq. Odam ko'ynayni o'tib ko'rib. Qani sekin. Qani deb chiqib ketdimi? Yaxshi bo'laylik. Vo! Nima bu? Uchun ursa. Nima bu? O'lik yetirmi? Buni qanaqa o'ldirishgan buni? Uchun ursa, osib o'ldirganmi? Mana voy jin ursa. Bu qat namlar voqea qilib chiqar ekan. Voy. Chirus qidyomasan sirka. Voy, o'lingni qiydi bo'lmi? Qat bu qo'shnimmi? Shundoq qilib to'rimda. Bunaqa ishlayotgan ekan, men bilmas ekanman. Mana hozir o'zim yerga ketaman. Mana kakras o'zi. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, alaykum assalom. Nima bo'laringlar yo'qor kasbda? Ana to'rimdagi qo'shnim uyini podvalda uyida bor ekan, mer. Ishonasizmi? Ishonmasiz hozir borib qarang. Nima? O'liklar? Ha, albatta o'liklar. Borib qaraysizmi? Bo'ldi, biz hozir o'zda u yoqqa politsiya jo'natamiz. Sen bemalol ketish mumkin. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Voy do'stlar. Voy do'stlar, qanaqasiga bu yetilma. Jon qo'shnim bo'lib turib shunaqa ishlar qilish mumkin. Videoni keyingi qismida bu ishni bo'lganini ko'rib bilib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun.